Аңлаватқаныңла Уйғур халық чөчеклериден ур тоқмақ. Ур тоқмақ. Бұрынғы заманда бір бовай білән бір момай өзінің 3-4 етім нәврісіні бекіп, бір дарияның бойыды яшайды екен. Оланың пәкәт бір түпла қағы жігітісі болып, ола әні шу жігітіге тайынып, күн кәчіреді екен. Әмма bu jigitiga qag'ila o'ginib aptu. Biri kessa, yana biri kelib, jigitiga zadala aram bermabdu. Bovay jigiti tarixini qag'iladan saqlashning amalini izlabdu. O'yla, oxir bir chora tepibdi. Bovay bir kaptarning boshqasini o'ltirib, uning qiynini putlariga, kindikiga va beshiga suvabdi-da. Jigdi daraxining ostiga kelib, o'lib qolgandek bo'lib, jimmidi yetib aptu. Bir chaqda bir qaga jigidiga kelib qo'nib, kepak bosgan kanini so'zib, qaqildaptu. Bovayni ko'rib, uning yuziga jigidalardan bir nechini cho'qilab tushirib, sinab beqibdi. Qarisi jim. Qaga, "Hey, bu bir jasad o'xshamamdu" deb pastga tushibdi. O asta alçanlap kelib, bovayning qo'sig'i ustiga chiqib, kindikdiki qetib qolgan qonlarni cho'qib yebdi. O'ziga atalgan bu o'ljini ko'rib, qaga xushallig'ida tamshib ketibdi. O avval bovayning ko'zini cho'qib yey deb, bir sakrab bovayning echilib qolgan og'ziga qo'nibdi. Nada tursun, ko'zini cho'qish. Qaga o'z ko'yida qapdi. Qarasa, qag'ining barmoqlari bovayning eg'iziga qisilib qapdi. Qaga darrov bir hiyla o'ylab, "Muborak bo'lsin, tirilib qolganlariga bovay", debdi. Bovay eg'izini shundoq ichishiga qashmoqchi bo'lgan qaga endi o'zini bovayning qo'lida ko'ribdi. Oxir qaga, "O'zlariga nurg'un yaxshiliklar bo'g'ay, meni qo'yib bersizlar", deb yolviribdi. "Tos qoldim, ko'zimni sana hadiya qilib atgili. Endi seni qo'yib berish degan nədiki gap o?" deb unimabdi bovay. "Men silini tugumas boyliqqa yetkizib qo'yaman", deb yana yolviribdi qaga. "Men chiroyliq so'zlarga aldinib, mush kunga qolgan. Endi umrimning oxirida sana aldinib nega boray?" debdi bovay. "Men qog'larning eng qirisi, yeshim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shundoq bir vafo qilib o'tayki, odam bolasi meni bilib qolsin", deb ko'zi ingaklarini bovayning o'tundek barmoqlariga surkab yig'labdi qaga. Qiyrining qayoshi degandek bovayning ko'ngli erib, "Xayr, bunimi bir ko'rib boqay" deb qag'ini qo'yib beribdi. Qaga intayin xushal bo'lib, ta'zim qilib, "Qini, mening orqamga kirib mangsila", debdi. Qaga birdam u taraqqa, birdam bu taraqqa qo'nib, oxir bir jangalning o'ttirisidagi ajoyib yo'g'on qiyri bir to'g'raqqa kelib qo'nibdi. Bovay hossi bilan do'ng'aqlab kelib, atrofga shundoq bir qarasa, chorva mol degan mig'ildab yaylab turgan. Qo'ylarning ustida to'rg'aylar o'g'ligan. Suluq, o'tliq, shundoq chiroyli bir jangal. Qaga to'g'raqning tuvadagi kamarning yeniga tushib, "Xo'sh bovay, qani iltifot qilsila", deb uyga taklif qilibdi. Bovay, "Bu kamarga men qandoq botaman?" debdi. Qaga, "Qiyri qadamlarini qo'ysila bir gap bo'lmamdi", deb qo'l bog'lab turibdi. Bovay xayr deb shundoq qadam tashlaganini bilibdi, qag'inini bilmabdi. Ko'zlariga har xil yo'riqlik ko'rinib, quloqlariga xilma-xil yiqimliq ovozlar anglanibdi.
aldığa önçiler çecilip, quluplar jaranglap, çoğun işikler içilipdi. Qarasa, bovay bir bo'stonliqdagi supiga kep qapdi. Qağa bovayni supining ustiga taklib qipdi. O'zi supining chetidagi putlariga rang-birang gullar yamishib ketgan bir kursining ustiga qo'nib. Men qog'larning buvisi. Odatimiz shundaqkan, sizga yo'liqib qoldim. Xayr, va'diga vafo. Qirroq. Deptikan supining oldiga bir qora eshak paydo bo'pti. Qağa, mana bu eshak sizga vafoliq sovg'isi. Sizlar bu eshakka shundaq minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'rdilar. Shu yo'l bilan mingib, kesh qolsilimi hech kimninkida qo'nmay, uylariga borsilar. Agar boylik lozim bo'lsa, mushu eshakni bir ko'rpining ustiga chiqarib, sanqang eshigim sanqang, oltin ko'mish sanqang desilar. Sizlarga oltin ko'mish sanqab beradi. Lekin bu sirni hech kimga aytmasizlar jo'mo? debdi. Bovay xo'p deb eshakka shundoq minishiga rost degandek o'zini yo'l ustida ko'ribdi. Manga kesh bo'pti. Oldiga bir tugman uchrabdi. Tugmancha chiqib, "Voy, qo'nib kessilar bova!" deb uyga boshlabdi. Oqshim yatarda bovay tugmanchiga, "Hech kimga oltin ko'mish sanqang demay, obdan qarab qo'ysizlar." deb uxlab qapti. Tugmanchi kechida asta chiqib, eshakka heliqi gapni debdikan bir muncha tanga tezaklab beribdi. Tugmanchi bu eshakni tegishib elib, chandurmay uyga kirib uxlabapti. Bovay sahar turib, eshakning almashtirib ilinganligini sezmay, minib yo'liga ravon bo'pti. Uyga berib bo'lgan voqeani mo'miga va navirlariga so'zlab beribdi. Yiroq yaqindagi tonish belishlaridan zilchi gelam so'rab kelib uyga sapdi va podshohnimi bu karomatni ko'rishga taklif qildi. Eshakni ko'rpiga chiqarib, qog'i ugitib qo'ygan heliqi so'zlarni debdi. Eshak jim turibdi. Ikkinchi qitim debdi. Eshak yana jim turibdi. Uchinchi qitim yana debdi. Eshak yana jim. Oxir kaltak bilan rasa birini urib, vaqirab debdi. Eshak tayoqqa chidamay bir injiqlab tikan, oltin ko'mishga tikilib o'ltirgan podshoh tezak ostida qapti. Podshoh g'azabga kelib, "Jallod!" deb vaqirabdi. Biroq atrofiga qarasa jallod yo'q. "Kimingni ahmoq qilsan, ha?" deb bovayni toza urib yerga choplab etib ketibdi. Bechora bovay atisi ko'zini ochsa, mo'may ham yig'lab, ham taptani qilib beshida o'ltirg'udak. Bovay tishini tishlab o'rnidan turib, eshakka minib jangalga qarab yo'l otdi. Qag'ining oldiga berib, bo'lgan ishlarni bayon qildi. Qaga bovayning gaplarini to'liq anglagandan keyin, "Qirroq!" debdikan darrov bir supra paydo bo'pti. Qaga, "Mana bu supirni eling. Qachonki g'iza tamoq lozim bo'lsa, ichil, supram, ichil desingiz, darrov ichilib, ustida xilma-xil taomlar hozir bo'ladi. Yo'lda hech yerda qo'nmang. Supirning sirini hech kimga aytmang." debdi. Bovay xushal bo'lib, suprini ilib yo'lga ravon bo'pti. Manga kun kesh bo'pti. Yana heliqi tugmanchininkiga tushibdi. Yetish oldida, "Mavu supirga ichil supram, ichil demay, obdan qarab qo'ysizlar." deb uxlab qapti. Tugmanchi kechida asta qopib,
Xotun balalari bilan gapni bir qilib, "Echil supram, echil" degan ekan, supradan xilma-xil g'izolar chiqibdi. Tugmanchi boy u g'izolarni balalari bilan hapla-shapla yeyishib, qolganini jimiqtirib, suprinimi tegishibapti. Buvay attigini supirga zan qo'ymayla, qo'ltiqiga qisib yo'lga tushibdi. Uyga kirmayla, mo'mayga supirning sirini so'zlab, mo'mayning unimig'iniga qaramay uy rastlatib, padishahga xabar qildi. Padishah bu qitim o'zi kelmay vazirlarini avatibdi. Vazirlar so'rin tuzib o'ltirishibdi. Necha kundan beri osh qolgan nökarlarmi qo'llarini yuyishib, ishikda talmirishib turibdi. Hamma tayyor bo'lgandan keyin buvay "Echil, supram, echil" debdi. 2 qitim debdi. 3 qitim debdi. Supradan hech sado chiqmabdi. Vazirlar koyib, buvayni urib do'miltib etib, o'rniga qaytibdi. Mo'may yig'lab turib, buvayga yana taptani qipti. Buvay qanday qilishini bilolmay, martam 3 martam deb yana jangalga yo'l otdi. Berib qog'ining oldiga kiribdi. Vaqani yana bayon aylabdi. Qog'a: "Xayr, bu oxirgisi bo'g'ay, qirraq" debdikan, buvayning oldiga bir tulum paydo bo'pti. Qog'a: "Mana bu tulum ichida bir to'qmoq bor. Qachonki beshingizga kun tushadigan, ur to'qmog'im, ur desingiz, har qanday mushkul ishingiz oson bo'ladi" deb yana boshda aytgan gaplarni jekib, buvayni yo'lga sapdi. Buvay yana heliqi tugman oldiga kelishiga tugmanchi chiqib, "Voy aka, qo'nib kelsizlar" deb to'sibdi. Buvay xayr deb eshakdan tushibdi. Yetish oldida: "Mau tulumning ichida bir to'qmoq bor. Ur to'qmog'im, ur demay, obdan qarab qo'ysala" deb uxlab qopdi. Tugmanchi xotini bilan tulumni asta boshqa uyga o'g'irlab ochqib, o'ttirg'i qo'yib, "Ur to'qmog'im, ur" degan ekan, tulumdan to'qmoq chachrab chiqib, Tugmanchi va uning xotin bolalarini shundoq urg'ila turibdiki, dod faryod pushaymon dastidan jahonda turib bo'g'li bo'lmabdi. Buvay yugurib chiqsa, ish boshqacha turg'udak. Buvay to'qmoqqa teximi chinroq buyruq beribdi. Tugmanchi: "Voy eshaklarini qaytirib beray" deb eshakni tepib ketdi. To'qmoq to'xtamay Tugmanchining xotinini uraveribdi. Tugmanchining xotini ming bir o'zri o'qib, suprini qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Ular: balimizga pandiyat, 100 ming pushaymon, to'qmoqni to'xtating buva" deb nola qipti. Buvay: "Tur to'qmog'im, tur" debdi. To'qmoq to'xtabdi. Buvay hamma narsalarni qaytirib elib, o'zining avvalgi eshigiga minib, naqshisini aytib, yo'liga ravon bo'pti. Buvay uyga kelib, mo'mayni qoyil qilib, tonish bilishlarni qishqartib, yana padishahga yuguribdi. Padishah: "Nima baloga qoldim bu ahmoq gaday bilan" deb qo'g'lab chiqiribdi. Arqadan padishahning tamaga ugunib qolgan ko'ngli besilmay, yana berib beqinglar deb bir necha yasovillarini avatibdi. Buvay g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, yasovillardan padishahga nurg'un oltin kumushlarni sovg'at qilibdi. Padishah sovg'atlarga qanoat qilmay, niyatini buzibdi. Buvayning uyini qushqashning o'zini buzgandek buzdirib, hamma narsani xazinaga olmoqchi bo'pti. Buni o'rdadagi bog'van qiyri anglab qilib, buvayga xabar qildi. Buvay o'g'isiga chiqib tayyorlanib turibdi. Qarasa, rost degandek bir muncha lashkarlar kelyotqudek. Lashkarlar
yaqinroq kelganda bovay to'lab: Hey lashkarlar, oqanlarga qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa, men avatib turay. Bizni xotirjam kun ko'gili qo'yinglar. debdi. Lashkarlar unimay bostirib kepti. Bovay xayr deb to'qmoqqa buyruq beribdi. Ur, to'qmog'im, ur! To'qmoq lashkarlarni shundoq salg'ili turibdiki, jahon to'pichonga aylanib, aran 3 kishi qechib qutulibdi. Padişah g'azabga kelib, hamma lashkarlarni chiqaribdi. To'qmoqmi hamma kuchini chiqarib, urg'ilib turibdi. Xalq to'qmoqning orqasidan yuguribdi. Lashkarlar soyning teshidek qirilibdi. O'rda ilinib, jang tamom bo'pti. El aman qapti. Xalq o'z ichidan adil bir kishini tepib padişah saylabdi. Bovay bilan momaymo murodiga yetib, olamdan o'tibdi.